Qadrli do'stlar, yoktaşlar, o'zimning shi'rimni o'qiyim. Bizning botirlarimiz deb ataladi. Bizning botirlarimiz 21-asrning shiriga uzdi. Keldi bizga yaxshi bir xabar. Bizning Rossiya tug'an yerimizga chet illarni jengib qayta botir yigitlar. Ayda qaytig'iz siz turga o'zig'iz. Munda kuta opa-obaylar. Endi necha yil ko'rishganimiz yo'q. Biz de sizni bik qatı sog'indik. Do'stlashsinlar dunyoda prezidentlar, chinovniklar ilda birdan bo'lsin. Bütün qo'ygan maqsadlarına erishib, zo'r to'ralar illari bizni olg'a olib borsin. Bizning buyuk botirlarimiz, eng loyiqli bik zo'r shaxslar, siz g'urur ham shab oilangiz bilan mo'l yashagiz, baxtli ham isen bo'ling'iz. Soğuşlarını mangiga to'xtatayıq. Bütün dünya halkı birden bo'layıq. Rahatlanib şavgir kuytirib, yashik do'stlar birga g'umurga. Shi'rimning avtori men Ramziy Fasxodinov bo'lam. Yozildi 28-yanvar 2026-yil. Rahmat bek zo'r tinglavingiz uchun. Удачи!